ko'nglida ko'ksi gaplar sizlar xalq hofizlari, xalq artistlari mana hammasiga bo'lgan kun do'stimizning eng yaqin shogirdi Dilmurodni xonadonida yaxshi kunga sherik bo'lib kelganmiz. Kuzatib turasiz, yaxshi joylarni joylashtirib qo'ygan. Muhammad Sherazilla juda yangi bir joy ko'rsatdi. Tabriklayman shogird to'y bilan. Yaxshi niyat aytaverasiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. To'ylamolarga Xudoyim shu yaxshi kunlarda ustozlar bilan, avamlar bilan, do'stlar bilan birgalikda xizmat etmak nasib etaman. Dilmurod shogirdimizning umri uzoq bo'lsin, martabasi baland bo'lsin. Shu farzandini Ibrohimjondan umri uzoq bo'lgay. Shu nainki yaxshi niyatlar aytilgan bo'lsa, hammasi amalga oshadi. Ben elbette yine böyle sağlam oluşuyla yaxshi gaplar bor, yaxshi tilaklar bor. Hammasi devam etadi. Gaplar qo'shilgan holda sunnatini aytib, farzini bilishni. Sağ olasizlar, salomat bo'lasizlar.
Mutlaka hocam. Şu olmasa olmaydı, şunun için çakırarlar da. Havalanlar kuş gelsiniz. Sağ ol gel, salamat. Bana bana kardeşim, hem şey bizim yarı kırılıyor. Nasıl güzel şu standartını kullandığı şeyler çok kalabalık size. Doğru mu? Sağ ol gel, sağ ol. Güzel durumlar güzel. Yakışlarına göre tutalım. Var ya hayat Muhammed Şeraz'da kanalına Aziz Ekman'la yine geldi. Şerazi selam. Ama sana gel. Şerazi Muhammed Şerazi. Yaxşı yetib keldingiz Muzokira? Merdan bilan yaxshi. Ha. Chiqib yo'l yursak, yo'l yurib, mo'l yurib Ancha yo'l yurib keldingiz. keldik. Muhammed Şerazga fikrlaringiz bo'lsa aytaverasiz. Prima ketaveradi, to'g'ri. Qanaqa inson? Ijodlarına qanday qaraysiz? Endi Muhammed Şerazi kanalı ijodini umuman gap bo'lib kerak. Eng aktiv, eng tirishqoq, haqiqiy odamning ishiga san'atini davom ettirib, Bisar. bereket topsin. Bereket topsin. Yerimize kuzda tükürttü, sağ ol, tapmana hemiz yapmalar diyorlar. Çarçamaz. Abronu sap dursan, bakarsın şu işten bilemem. Rahmat. Şu yolda sana iş kılıp Ahmet diyor. Çarçamaz. Rahmat. Qani bolalar qani? Hurmatli sizlar ko'rib turganlaringiz deyin. Rahmat ustozim. Eng katta o'g'li Zokir akaman mana biz ukamiz Dilmurodning xonadonida bo'lib turgan to'ya o'z qissasini qo'shamanda yetib keldilar. Xudo xolasa hozir joylashtirib boramiz. Zokir amon navbat beramizdan. Yana shu Muhammed Şeraz tora o'tadi. Xiyol bilan ko'pal doiraga o'tadi. Shu bilan bosamiz ha. Ishlangiz omad. Sog' bo'l, salomat. Ha, yetdik. Avvalambor assalomu alaykum. Shu fayzli kechaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar tushyaptilar. Men o'zim nomidan shu salomlarni nomidan shu oilaga Dilmurodga tabriklayman bugungi shu sunnat to'y bilan. Ular shu sunnatini yetirdi, farzini ham yetirsin. Şu fark toylarından Dilmurod şimdi oturan hemen insanlar, mehmanlar gelip fark toylarından katlaşmış hemen. Sağ olun, aman hemen yürüdü yaşlı toyda hoca olsun. Bize sınavda olalım.
Ha, kalmanla toyla olmasın. Bana hürmetle sizde Körtürgen'in Durmulas Totonap'ın emeği, tağaları. Avaran barına o deyimiz, Durmulas yaxşı mükemmeli. Köyüne açığı git, hamice yol açık olsun, sağlık olsun, salamet olsun. Yine Cenab-ı Resul'am yetip geldiler Kuda Karasa. Nasılsınız? Yaxşısınız. Ramazan öyle yansın. Şaka. Doğamızın. Tövbede. Yaxşı geldin mi? Şu video sokku. Git. Bismillah. Kızımız sizin için.
Şimdi ifadda indi. Yani kapına indi. Gel gel gel. Ya amin Allah'ım. Duanın icabet kıldığı hazretlerimize salam. Değerli ibadetlerimize gözetlemesini bana yurtumuzu taşıdığını berkarar kıldığı herkese toy bayram ve geçti. Bugün bana bunlar şarkımızı önünde konuştuğum daim bana şu farzandlarımın bahtiyarı olsun. Katta toylarından yetketsin, kelirler kurulursun. Yerinin nazarında düştü, kan bulmasın. Her daim yerine nazarında olsun. Ulu bulmalara sadavar olsun. Günün yaş günlerde her daim birlikte olsun. Tamam. Shunaqa gaplar sizlar. Xalq hofizlari, xalq artistlari mana hammasi o'tgan kun do'stimizning eng yaxshi shogirdi Dilmurodni xonadonida yaxshi kunga she'r bo'lib kelganmiz. Kuzatib turibman sizni. Yaxshi joylarni joylashtirib qo'ygan. Muhammad Sherazida juda yangiliklar kelsin. Hovzada turibdi. Tabriklayman shogird to'y bilan. Rossiyada pauzada qo'yib qo'yarman bu. Yaxshi niyat aytaverasiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. To'ylamolarga Xudoyim shu yaxshi kunlarda ustozlar bilan, avamlar bilan, do'stlar bilan birgalikda xizmat etmak nasib etaman. Dilmurod shogirdimizning umri uzoq bo'lsin, martabasi baland bo'lsin. Shu farzandini Ibrohimjondan umri uzoq bo'lg'ay. Ana shu nayinki yaxshi niyatlar aytilgan bo'lsa, hammasi amal oshdi. Ben elbette yine böyle sağlamlık üstüne yaxshi niyatli bo'lgan, yaxshi tilaklar bo'lgan. Hammasi devam etgan so'radi. Gaplar qo'shmalar qoldi. Biz sunnatini aytib, farzini bilishdik. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sultan yazıp sırayla basın gün yaptı. Bana bugün hemen yerli adalı sanatçıları bana şöyle hizmet etti. Ustazı, Murat Ustazı yanında oturdu bana ağladı. Bana Zakir'den geldi, Ustaz'ın oğulları. Bana Vadi'den, Fargana'dan Atabek Muhammed Zahir ve barchamizni Xorazmda bosh ko'taradigan hamma san'atchilar shu. Chunki biza Dilmurodni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Doim ko'z tegmasin Dilmurod, mana shu farzandlaringni baxtini ko'r, baxtini olmaning sog' bo'lsin. Yerda aziz bo'lmish nasib aylasin. Mana shu ustozlarga o'xshab ulug' ulug'larga sazovor bo'lasan. Xalqning nazarida halkın nezaretinden evvelde düştü. En neferken sürecek bunun köşkünde Kudayım sağ bul. Şu okullarını ülentirip oturduğunda ustazın başını bize gelip hem o tebrikler nasip eylesin. Hammelerince mübarek şiirimiz Dilmurod'a bolasi iloyim baxtli bola bo'lsin, tabrik olsun. Azbek Ayzimiz bo'lsin. Dilmurod uka to'ylar muborak bo'lsin. Ay, sağ ol. Sunnatini aytib tursan ham farzini ham aytib inshaalloh. Bilay, sağ bo'lasizlar, salomat. Hammamiz bunday to'ylar aytibsiz. Shuhratlarda
Sağ ol kardeşim. Aklı sağlıklı olsun. Atalarının, dualarının, dayanıklılığın sağ olsun. Hay mavi. Bereket tapın. Zakiram geldi Zakiram. Geldim. Hava kanat tutma. Gel. Az gelelim. Ay biraderlerim var. Yok değilsen bana göre. Az biraz uzak. Sağlıklı akşam. Yaxşı geldin mi? Olmasa ana. Sensiz yaşamaktan asla çıkayamazlar. Doğum sahibi bir de hamma havlima. Davda ustad elbette gençlik arkadaşlar. Bana zırvat bir gün gelirde ordu tapıp özünün sanatı bilen, özünün icadı bilen Respublikamıza tanılı bütün halkımızın yaxşı günlərində xidmət edildi. Bu yan bizim faxrımız.
Xorazmdan bir shunday yaxshi akilachib bolalar chiqsa, albatta biz quvonishimiz kerak. Mana shu yerda o'tirgan hammalarining ham Xudo yer nazarini o'ylaysiz. Har doim xalqimizni nazarida bo'lasizlar. Eng kamida mana shu ustozimizga o'xshab xalq artisti, xalq hofizi degan unvonlarga sazovor bo'lib deyishlar. Bugun o'ytamon mana sizga juda bir quvonchli bo'ldi. Endi mana farzandingiz yerda bir faxrdir, har bir ota-ona uchun mana shunday bir o'g'limiz mana nelarga sizlar turibsiz. Mana ikkinchisi menimcha o'tgan. Xudoyim shu uylantirib o'tirgan shu quvonchli kunlarni boshida turadi. Shunda bizlarga ham sizni tabriklab, Nurmurodjonni tabriklab, tabriklab o'tirish nasib aylasin. Yoshi ulug'roq san'atkor sifatida, ustoz sifatida ko'ngillarim jo'shib turibdi. Haqiqatan Nurmurodni juda yaxshi ko'raman. Ajoyib san'ati bor. Hammamiz faxrlanishimiz kerak bir-birimizga. Bir-birimizga mehrli oqibatli bo'lib yurishimiz kerak. Chunki bu bizlar ustoz shogird maktabini albatta davom qilishimiz kerak. Bizga katta maktab qolgan ustozlar, katta. Bu merosimizni saqlashimiz kerak. Albatta. Ilohim barcha ustozlarimizni Allah rahmatiga olsin, ruhlari shod bo'lsin. Yana bir bor ijodingga barkamollik tilayman. Kelgusida shu yangi muammolarga sazovor bo'lib yuraysan, shu farzandlaringning baxtini ko'r, baxtli ota-onang sog' salomat bo'lsin. Mana shu o'tirgan xalqimizni hammasini Allohning topganlari yaxshi kunlarga yarasin. Biz mana shu shogirdlarimiz bilan ham oxirida ariza bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Amin. Rahmat. Avvalambor so'z berganlaring uchun ehtimol muborak bo'lsin. Men hozir aytdim, agar otam hayot bo'lganida shunda turib foydalanish bo'lardi. Men shahammatdagi fikrlar qo'shilaman. Umringiz uzoq bo'lsin, shuna baxtli sog' bo'lsin, duo qilib Nurmurod akamiz ham shu ustozlarni bosib o'tgan izlari, shularni unvonlari, shularni olqishlari, ularni sho'ra yetishdi hammasiga. Ziyod sog' bo'linglar, omon bo'linglar, shifolarni uylangan to'ylardan berib, shularni turib xizmatlashingiz nasib etsin. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga, ustoz. Ming rahmat. Chiroyli gaplar aytdingiz. Yaxshi niyatlarni bildirdingiz. Alloh taologa umringiz uzoqligiga Xudoyim shu bizlarni hamma boshqarib yurgansiz. Ustozlarni esladik. Bir ustozimiz, olti ustozimizni farzandlari biraz akram. Nera bo'lsa ham ustozning mo'minda bir 5-6 yaş olsa aytoladi. Men o'zim mana boshida bir ashurasini aytdim. Mana bu yerda mana Farruhbek aytdi, Zakira o'zingiz aytdingiz, yana boshqa shogirdlarimiz aytdi. Xullas, shu bir ustozlarimizni ruhbatlari hamisha shod bo'lib bizlardan xursand bo'lib bo'lsinlar. Aytganingizda shu yerda turib duo qilib turar edi. Mana devara shogirdim bu deb aytadi, bilmadim. Hatta shunday, biroq umring uzoq bo'lay. Ya to'yni boshidan aytdi, martaba bilan bo'lay. Shu boshqa shogirdlar senden şu ustozlarni hurmat qilishni o'rgansin, bilsa yaxshi bo'ladi. Demak, ko'pchilik odam bu shogirdlar o'tiribdi, hammasi shunday bo'lsa ham baribir endi bir yarmi topiladi. Shuning uchun sog' salomat bo'lmaysan, jaran sog' bo'lsa shu iltimos, shunday farzandni tarbiyalagan sizlar mingdan rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar, umringiz uzoq bo'lay. Shu yo'l yaxshiroq keling. Mana shu Ibrohimjonni shu oqtiqimizni Xudo xolasa shu uylantirganda avval o'zingiz yana ustoz boshchiligida hammamiz Zakiro ko'rgan
gelen şahitler, ustazlar, dostlar, hammamiz ana shu baxtli kunlardan birga bo'lishlikni Allohga hammamizga ro'zi nasib etgan bo'ldi. Endi gapirsak gap ko'p. Shuning uchun hammamizning niyatimiz ham bir, o'yimiz ham, fikrimiz ham bir. Shuning uchun ustoz o'zingizni chiroyli qilib duo qiling. Albatta omadga azmanlar bo'ladi. Rahmat katta. Yaxshi kunlar. Katta rahmat. Xizmatda bo'lgan hurmat so'rasi, so'rovlar bo'lgan, tasavvur tashiyotishga katta xizmatlar bilan katta rahmat. O'shigina xalqlar Arabiy sabr hamma o'qishimizga xizmat qiladilar. Farqatan va kelganlar ham katta rahmat. Ina Rossiyaga mehmonlarga katta rahmat. Shu hurmatlar yaxshi kunlar. Yaxshi kunlar xizmat qiladi. Ularga katta rahmat. Bizlar rahmatimiz bor. Xudo qatnash nasib etsin. Hammangizga katta rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Tanıdığımız birine bize yaxshi günümüzde qatnaşıp xizmat qilgan kelgan mehmonlar hammangizga katta rahmat aytamiz. Endi to'ylarni so'ng oxirida duo bermoqchi bilamizki, buni gaplamadi. Birinchisi bo'ladi. Chunki so'zimni topib gapirmaydi. Mana shunday bizlar hammangizga katta rahmat aytamiz. Ustozlarimiz boshchilik bilan Farhadali ustozimiz, qolaversa Arabiy Sabir ustozimiz, Zoyibek ustozimiz va barcha Otabek Muhammad Zohid hamma shunda xizmat qilgan, qatnashgan, bedena shu bizning to'yni tashkillashtirishda boshdan oyoq xizmat qilib turgan Alisher do'stimiz bor edi. Qolaversa Nuriy do'stimiz bor. Keyin boshqa hamma yaqinlar do'stlari hammangizga katta rahmat aytaman. Bizlar ham shu yaxshi kunlaringizda borib xizmat qilish har doim hamma vaqt nasib qilaversin. Hammangizga rahmat. Ya amin. Allah'ım bugünde dualarımızı cevap kılgen. Farzandlarimizga salofiyat, ibodetlarimizga güzellik, rizqimizga baraka bergin. Ya Rabbim, bizlarni haqni sevishni, hidoyatga ergashishni, jannatga kirib, Rasulini ko'rguvchilardan qilg'aysan Allohim. Mana shunday quvonchli kunlarimiz bardavom bo'lsin. Yurtimizda tinchlik yana bir bor barqaror bo'lsin. Maydonda bo'lib turgan urush janjallar ham to'xtasin. Mana shu ulug' yurtimiz O'zbekistonimiz, yangi O'zbekistonimiz dünya darajasına çıkayaptı. Xudoyim mana shu O'zbekistonimizda yashab, faxrlanib yashab, shu yerga xizmat qilaylik, chin yurakdan xizmat qilaylik. Shu xalqimizga, prezidentimizga chin dildan xizmat qilaylik. Mana shuning uchun mana shunday kunlarni ko'rib o'tiribmiz. Chiqishimiz bor axir, yana qaytaramiz. Xudoyim uzoqdan so'zlashni aytaman, damarcha şu farzandlarning baxtini ko'ringlar. Mana bu yerda Xudoyim barcha duolarimiz o'zlariga Xudo qabul eylesin Xudoyim buni. Farz to'ylarini Allohim o'zi yetkazsin Xudoyim. Allohu salli ala sayyidina nabiyina habibina Muhammad va qur rabbi anzilni munzilan mubarakan. Alamat bo'linglar.